Farzandinglar uchun shunaqa chiroyli, qulay va eng muhimi sifatli premium stol-stullar izlayotgan bo'lsanglar, bitta yurakchani bosib qo'yinglar, hozir sizlarga buni ko'rsatib beraman. Bu stol-stullarning eng qulay tomoni stullari stol ichiga kirib ketadi. Xona ozoda va tartibli ko'rinadi. Stullari g'ildirakli bo'lgani uchun ham bolalar qiynalmasdan o'zi bemalol surib yurishligi mumkin. Yana bolalar uchun eng quvonchli jihati, stullarga bolalarning ismlarini bosh harfi tushiriladi. Bu esa bolalarga alohida motivatsiya va havas beradi. Bu hali hammasi emas. Stul o'rindig'i ochiladi va ichiga sumka yoki boshqa buyumlarni joylashligi mumkin bo'ladi. Farzandingizni xursand qilishni istasangiz, buyurtmani kechiktirmang. Farzandinglar uchun shunaqa chiroyli, qulay va eng muhimi sifatli premium stol-stullar izlayotgan bo'lsanglar, bitta yurakchani bosib qo'yinglar, hozir sizlarga buni ko'rsatib beraman. Bu stol-stullarning eng qulay tomoni, stullari stol ichiga kirib ketadi. Xona ozoda va tartibli ko'rinadi. Stullari g'ildirakli bo'lgani uchun ham bolalar qiynalmasdan o'zi bemalol surib yurishligi mumkin. Yana bolalar uchun eng quvonchli jihati, stullarga bolalarning ismlarini bosh harfi tushiriladi. Bu esa bolalarga alohida motivatsiya va havas beradi. Bu hali hammasi emas. Stul o'rindig'i ochiladi va ichiga sumka yoki boshqa buyumlarni joylashligi mumkin bo'ladi. Farzandingizni xursand qilishni istasangiz, buyurtmani kechiktirmang.